Bu treyderlar haqida yaqinda bitta gap gapirdi. Treyderlar, hurmatli treyderlar, sizlar boysizlar, sizlar umrimizni sotib olasizlar. Kommentariyada yozibdi-da, shularga bitta gapim bor. Sizlarni meni yurgan Mustanginglar yonini o'zingizlar nominglar. Halol mehnat qilib, peshona teringlar bilan svecha плечо, golova плечо, risk management zo'rsizlar sizlar, krasavchik. No, buni ham gapida ozgina haqiqat bor, tan olib qo'ysak bo'ladi. Biz xoramxo'rimiz buni tan olamiz. Sizlar ham ozgina tan olib qo'ysanglar bo'ladiki, ya'ni butun boshli Tayday mashinasini menman degan treyderlarga ishonib oqqizib yuborgan botinglar bo'lar desanglardami? O'sha bot Signal kanal. Signal kanaliga bo'lsa. Sizlar zo'rsizlar. Men har doim aytganman, men juda ham ko'p treyderlarni bilaman. Misol Dubaydagi Azizni ham bilaman, Toshkentdagi Shoh akani ham, Shoh akani ham shaxsan tanishman. U Aziz bilan ham shaxsan tanishman. Hammasi zo'r. Ular meni ishimni harom demaydi. Men ularning ishini halol demayman. Bu biznes, bu pul. Pulda halol haromi bo'lmaydi, aziz obunachilar, aziz tomoshabinlar. Treyderlik bilan shug'ullanib Malibu olgan ukalarim, Ko'rsatib. Sizlarga ham omad, sihat salomatlik. Xudo xolasa 2030-yilda ko'rishamiz agar Malibular taylarda bo'lsa.